Masjidda namoz o'qiyotganda nega saflarni jipslashtiring deyishadi? Orqadagilarga joy qolsin deb. Yo'q o'g'lim, masjid bo'shligida ham aytishadi. Ota, bilasiz, men masjid qoidalarini bilmayman. Bayramdan bayramga, ora-sirada jumaga borib turaman. Saflarda jipslashtiring deyishiga sabab ikki insonning orasiga boshqa narsa kirmasin, nifoq kirmasin, ayriliq kirmasin, kin kirmasin, manmanlik kirmasin, dushman kirmasin, shayton kirmasin deyishadi. Saflarni jipslashtir Memati. Masjidda namoz o'qiyotganda nega saflarni jipslashtiring deyishadi? Orqadagilarga joy qolsin deb. Yo'q o'g'lim, masjid bo'shligida ham aytishadi. Ota, bilasiz, men masjid qoidalarini bilmayman. Bayramdan bayramga, ora-sirada jumaga borib turaman. Saflarda jipslashtiring deyishiga sabab ikki insonning orasiga boshqa narsa kirmasin, nifoq kirmasin, ayriliq kirmasin, kin kirmasin, manmanlik kirmasin, dushman kirmasin, shayton kirmasin deyishadi. Saflarni jipslashtir Memati.